Dushman kelin seriali tobora chuqurlashib borayotgan voqealari bilan tomoshabinni befarq qoldirmaydi. 22 yanvar 2026 yil soat 20 da Milliy telekanalida namoyish etiladigan On Tort qism syujetdagi keskin burilishlar bilan yodda qolishi kutilmoqda. Bu qismda qarama-qarshiliklar yanada ochilib, munosabatlar sinovdan o'tadi. Serialning eng kuchli jihati qahramonlar ruhiy holatining tabiiy va ishonarli tarzda tasvirlanishidir. Har bir sahna ichki ziddiyatlarni chuqurroq his qilishga majbur qiladi, qarorlar esa oson qabul qilinmaydi. Aynan shu murakkablik hikoyani jonli va hayotga yaqin qiladi. Aktyorlar ijrosi ham alohida e'tiborga loyiq, hissiyotlar sun'iy emas, balki vazmin va aniq yetkaziladi. Dushman kelin tomoshabinga shunchaki dramatik voqealarni emas, balki o'ylashga undaydigan savollarni ham taqdim etadi. On Tort qism serialning umumiy ohangiga mos ravishda keskin, mazmunli va tomosha qilishga arziydigan bo'lib ko'rinadi.